Blogerlar qanaqa gapiradi? Men bloger Zeborahim va 19 yoshimda o'zimga mashina oldim. Men uni qanaqa eshitaman? Sani bo'lsa hech qachon qo'lingdan kelmaydi. 25 yoshingda tayinli ishing ham yo'q. Nima qilishni bilmayapsanmi? Unda 19 yoshimda meni mashina olganimni esla va battar siqil. Men 20 yoshimda odamga mashina sovg'a qilyapman. Ko'rdingizmi, amaki, men 20 yoshimda odamga mashina beryapman. Siz o'g'illaringiz daji molga suv bermagan, ish yoqmas, tekinxo'r dangasa hammasi. 40 yoshigacha siz boqasiz, undan keyin o'g'illari boqadi. Sizgina farzandga olchimadingiz. Men 3 yoshli qizim Instagram yurg'izib menga bava sovg'a qildi. Iloyim hammanglarga nasib qilsin. Sizni bolangiz bo'lsa hojatxonaga o'zi bora olmaydi, ovqatni to'kib yeydi, siz bilan eringiz o'rtasida uxlaydi, daji pampersini pulini o'zi topa olmaydi. Meni qizim bo'lsa oyiga $10,000 topyapti. Erim menga 3 xonali uy sovg'a qildilar. Bizga o'xshab 100% to'lov qilsanglar ancha arzonga olasizlar yoki 30% ni oldindan to'lab, qolganini 36 oyga bo'lib to'lash imkoni bor. Iskender Buildings yangi mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan. Hamma qulayliklar bor, to'lov turlari ham zo'r. Asani ering senga hech narsa bermay qo'ygan, balki boshqasiga berib yurgani uchundir. O'zi senga ahamiyatsiz bo'lib qolgan, balki semirib ketgani uchundir. Sen ajrashishing kerak u bilan. Men 4-bolamga homilador bo'ldim, o'g'il ekan. Tabriklaylar. Sizga keliningiz bo'lsa faqat qiz tug'adi. O'zi bo'lmag'ir joydan kelin qilgansiz. Tez haydashingiz kerak, uni qanaqadir kasali bor. Tika kar deydi mano. Olsa, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nafas bo'ldi. Birinchi kelishlaringmi? Qayerdan keldinglar? Uydan keldik. Qo'yardimi? Yaxshimi? Bu tabrik janoblar, qandoq davoladingiz? Newton qonuni 2 jism bir-biriga ishqalanish ta'sirida mo'jiza hosil bo'ladi. Qo'yardimi? Yaxshimi? Nima bo'lyapti? İçim qotgan yurmayapti. Iching qotgan yurmayapti. Ha. Yuridimi? Yuridimi? Yurdi. Ha, o'tiram. Ha, Tuvalet qayerda? tuvalet chapdan. Ha, ha, o'tiram. Ha, o'tiram. Nima bo'lyapti? Bu shal bu. Latoydan topdik mana. Latoydan topdingizda? Olib ichgan-ku bu, chiqarib tashlab. Ey bella. Sen mashinliksan bilasanmi? Nimaga odamlar aldab pulini olib davoladim deb tursan, iflos. Shuncha odamlar davolab, dardiga shifo topayotganim men aybimmi? Ha? Mashinik bo'ldimdan-da. Odamlar doktorlarga boryapti, lekin dardiga davo topayotgani yo'q. Men oldima kelyapti, shifo topib ketyapti odamlar. Shu men aybimmi? Ayting qani, men aybimmi? Xo'p, koronavirusda qayerda aytingsan shuncha odam o'lib ketdi? Unda to'y sezoni edi, to'yga chiqib yurgandim. Bu kim nima ko'zi qisiq? Bular Xitoydan kelgan biznesmen. Bor pulimni olib keldim. Biznesmen bo'lib ketishim kerak, tushundingizmi? Aldamaydim ish qilib. Bular aytyapti, otangga ishonmasang ham Xitoyliga ishon deyapti. Tovarga pul tiksiz, kelgandan keyin 2 barobar foyda qilasiz deyapti. Malades, zo'r odam ekan. Aldagan 3 ta harf lekin. Tintuva aldagan 3 ta harf. Nima dedi? Ha, bular aytyapti, tovari ko't deyapti. Ha, kutamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Assinasina chiuto. Nima dedingiz deyapti. Bilmayman, senga o'xshab gapirdim-da, tushunaman dedim. Ko'zini qisganini qara buni. Tovar keldi. Assalomu alaykum. Namuncha 1 yildan beri kutaman aka. Yo'lda muammo bo'ldi, tamoshini bilasiz-ku. Ha, keldimi tovar? Tovarlarni olib keldim. Bir oling. Nima bu? Siz akasizga tovarlar emas. $20,000 shu keldimi? Shunaqa qilma. Bu nima bu? Bu masajnik-ku, o'zingiz boshingizga mana. Bo'ldi. Bu nima bu? Spetkaningizda shamollatadi. Men shunaqasini aytganmidim. Bu barqi bu. Bu Xitoydiki. Bu nima bu tapichka? Bu dushga kirganingizda kerak bo'ladi, damashlik tapichka. Men kimga sotaman buni kirgi bu? Kinayimga berasiz. Kiyilgan-ku bu, maladoy. Kiyilgan-ku bu. Bu nima bu? Ya buni Stanok anaqaga olishga. qani buni olishi yo'qmi? Olib kelib beraman, olib kelib beraman. Bu nima bu? Olyasashim shumi? Kimga sotaman buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Kiyilgan-ku. Nima qilding pulimni? Sifatli narsalar olib kelganman, bari Xitoydan keldi bularni. Xitoylik qani? Xitoylik Koreya, Xitoyda.
Oliversa shimlar, unisex shortular. Shorti nech pul? $4000. $4000. Nima? Va to'xtama, Xitoyda $20000 olganman. Oh. Ha, qo'shni musor sotib o'tiribsizmi? Qanaqa musor? Men Xitoyda $20000 ga tovar zakaz qildim. $20000 ga musor zakaz qildingizmi? Sanga nima? Qo'shni, shuncha pulingiz bor ekan, menga bir og'iz aytmaysizmi? Men siz dengiz konsaltingga olib borardim. Ular nima qiladi? Dengizga olib boradimi? Yo'q, ular sizga Xitoyga biznes tur qilib berishadi. O'z Xitoyga borib, kerakli tovarlarni zavod, fabrikalardan eng arzon narxlarda olib, ishonchli odamlarga jo'natib yuborardingiz. Ammo Xitoyda qanday yashayman? Hech kimim yo'q-ku. Siz unisidan xavotir olmang. Buning ichida mehmonxona xizmati, transfer xizmati, gid xizmati, sug'urtasi ham bor. Kerak bo'lsa, sizni biznesingizni rivoji uchun biznes trening ham o'tib berishadi. Mashhurlar bilan ishlab kam bo'lmadi, mana mashina, uy-joy hammasini qilib oldim. Ha, jo'rajon, keladi ishlar. Qayerga ham borardi? Xitoy bizaniki, nima qiladi o'zi? Hozir bermang. Nima qiladi dedi? Mana 3 ta harfni qara. 3 ta harfni qara. Ha, sen Xitoylik eding-ku, ko'zing qisiq-ku, nima qanday ochildi bu? O'zbekistonga kelib ko'zi ochildi lekin. Yo'q, shunaqa bo'ldimi? Endi men bilan yursin-da akasi. Qayerga? Boshqa qirralarni ham ochib kelaman hozir. Onangimga. Nima o'ylabdi bu yerdan? Nima bo'ldi? Amaki, ochiradilar. Nimaga o'chirat bilan? Tinchlik? Shu yerda o'g'li stressku. Bular sochini taratmoq kelmiş. Qo'ymay turib to'yman. O'z o'yman. Asalim, ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangimga. Hamsa, o'g'lim siz tarafga qarab qochibdi. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman hozir buni? Men nima qilay? Qo'ying urmang. Buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi hamsa. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Ne o'qinglar? Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q. So'kdimi? Yo'q. Nima qildi? Hech qilgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Bitina to'xtang, hali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsiya. Bachangizni kallasiga tepsam maylimi? Teping.